Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, aziz nafaqaxo'rlar va ularning yaqinlari. Bugungi mavzu sizning shaxsiy moliya barqarorligingiz, aniqrog'i nafaqangiz bilan bevosita bog'liq bo'lgan juda muhim va dolzarb masalaga bag'ishlangan. Internetda, ijtimoiy tarmoqlarda, hatto qariyalar orasida pensiya jamg'armasi nafaqaxo'rlardan tug'ilgan yilini xabar qilishni so'rayapti. Bu esa nafaqaga 20% qo'shimcha to'lov beradi degan xabarlar ancha keng tarqalmoqda. Bu xabar rostmi? Agar rost bo'lsa, kimlar bunga umid qilishi mumkin? Agar yolg'on bo'lsa, haqiqat nimadan iborat? Bugungi videoda aynan shu savollarga juda batafsil javob beraman va pensiya jamg'armasining asl ogohlantirishi nimadan iboratligini tushuntirib beraman. Bu ma'lumot har bir nafaqaxo'r uchun, shu jumladan sizning ota-onangiz, bobo-buvlaringiz uchun ham hayotiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun iltimos videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hech bir daqiqasini o'tkazib yubormang. Va albatta hozirroq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki sizning qo'llab-quvvatlashingiz bizga yanada ko'proq foydali ma'lumotlar ulashishimizga yordam beradi. Muammoning mohiyati, oldinlari qanday edi va hozir nimalar o'zgardi? Keling, avvalo bu mishmishning ildizlarini tushunib olaylik. Pensiya tizimi doimiy ravishda takomillashib boradigan murakkab mexanizm. Azal-azaldan nafaqa hisoblashda asosiy e'tibor nafaqaxo'rning mehnat stajiga va uning ishlagan davridagi oylik ish haqiga qaratilgan. Oldinlari barcha ma'lumotlar asosan qog'oz shaklida, ya'ni mehnat daftarchalari, arxiv hujjatlari, ma'lumotnomalar orqali yig'ilgan va qayd etilgan. Pensiya jamg'armasi xodimlari har bir nafaqaxo'rning shaxsiy ishini qo'lda tekshirib, hujjatlarni birma-bir ko'rib chiqib, stajni va ish haqini aniqlaganlar. Bu jarayon vaqt talab qiladigan, xato qilish ehtimoli yuqori bo'lgan va ba'zan ma'lumotlarning yo'qolishiga sabab bo'lgan. Agar qog'oz hujjat yo'qolib qolsa yoki noto'g'ri to'ldirilgan bo'lsa, nafaqani qayta hisoblash juda murakkab, ba'zan esa imkonsiz vazifa bo'lib qolgan. Pensiya jamg'armasi ushbu ma'lumotlarning to'g'riligini va to'liqligini tekshirish uchun ko'p kuch sarflagan. Bugungi kunga kelib esa vaziyat tubdan o'zgardi. Mamlakatimizda raqamlashtirish jarayonlari jadal rivojlanmoqda va bu pensiya tizimini ham chetlab o'tmadi. Hozirda pensiya jamg'armasi barcha ma'lumotlarni, jumladan fuqarolarning mehnat staji, ish haqi va shaxsiy ma'lumotlarni to'liq elektron bazaga o'tkazish bilan faol shug'ullanmoqda. Bu jarayon nafaqa hisoblashni yanada shaffof, tezkor va aniqroq qilishga qaratilgan. Shu bilan birga yillar davomida to'plangan qog'oz hujjatlardagi ma'lumotlarda ba'zan xatolar, noaniqliklar yoki to'liq bo'lmagan ma'lumotlar aniqlanmoqda. Aynan mana shu jihat pensiya jamg'armasining ogohlantirishining asl sababi bo'lishi mumkin. Ular nafaqaxo'rlardan tug'ilgan yilini shunchaki xabar qilishni emas, balki mavjud ma'lumotlarni aniqlashtirishni va to'g'rilashni so'ramoqdalar. Bu esa nafaqa miqdoriga ta'sir qilishi mumkin, lekin bu faqatgina tug'ilgan yilni aytish evaziga avtomatik ravishda 20% qo'shimcha pul berish degani emas. 20% qo'shimcha to'lov haqidagi gap esa ko'pincha noto'g'ri talqin qilinadigan yoki ayrim maxsus holatlarga tegishli bo'lgan ma'lumot bo'lish ehtimoli yuqori. Misol uchun, qonunchilikda ma'lum yoshga yetganlarga, masalan, 70 yoki 80 yosh nafaqaga qo'shimcha ustamalar belgilangan. Agar nafaqaxo'rning tug'ilgan yili yoki sanasi elektron bazada noto'g'ri qayd etilgan bo'lsa, u bu ustamani o'z vaqtida ola olmaydi. Ma'lumot aniqlangandan so'ng qonuniy ustama hisoblab chiqilishi va hattoki o'tgan davr uchun ham to'lanishi mumkin. Bu esa nafaqaning ma'lum bir foizga o'sishiga olib kelishi mumkin. Biroq bu 20% hamma uchun degan ma'noni anglatmaydi. Bu kabi qo'shimcha to'lovlar qoida tariqasida nafaqa miqdorining ma'lum bir foizida yoki belgilangan minimal miqdorda beriladi va bu har bir fuqaro uchun individual holatda hisoblanadi. Asosiy qism 1. Nimalarni bilishingiz kerak, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar yo'q. Keling, bu jarayonning tafsilotlariga chuqurroq kirib boraylik. Pensiya jamg'armasi asosan nafaqaxo'rning shaxsiy ma'lumotlari to'liqligi va aniqligiga e'tibor qaratmoqda. Bu yerda tug'ilgan yil, familiya, ism, otasining ismi, mehnat staji, ish haqi va ba'zi maxsus imtiyozlarga oid ma'lumotlar nazarda tutiladi. Kimlar tashvishlanishi kerak? Agar siz quyidagi toifadagi nafaqaxo'rlar sirasiga kiradigan bo'lsangiz, demak, sizning ma'lumotlaringizni tekshirishingiz juda muhim. 1. Mehnat daftarchasini yo'qotganlar yoki undagi yozuvlar chalkash bo'lganlar. Ko'p yillar davomida ishlagan keksa yoshdagi fuqarolarimiz orasida mehnat daftarchasini yo'qotganlar yoki
undagi yozuvlar o'chib ketgan, o'qib bo'lmas holatga kelganlar anchagina. Bunday holatlarda pensiya miqdori ko'pincha mavjud bo'lgan, ammo to'liq bo'lmagan ma'lumotlar asosida hisoblangan bo'lishi mumkin. Ma'lumotlarning aniqlanishi va to'ldirilishi nafaqani qayta hisoblashga va uni oshirishga olib kelishi mumkin. Masalan, Oysha bu 70 yoshda. U kolxozda uzoq yillar ishlagan, ammo mehnat daftarchasi yo'qolgan. Uning pensiyasi faqatgina mavjud bo'lgan ma'lumotlar, ya'ni bir necha 10 yillikning so'nggi 5 yilidagi oylik ish haqi ma'lumotlari asosida hisoblangan. Agar Oysha bu o'zining butun mehnat stajini arxiv hujjatlari orqali tiklab, pensiya jamg'armasiga taqdim etsa, uning pensiyasi sezilarli darajada oshishi mumkin. Bu irim-purdi bo'lmasligi ham mumkin, lekin baribir muhim o'zgarish bo'ladi. Familiyasini, ismini, otasining ismini o'zgartirganlar, ayollar turmushga chiqqandan so'ng familiyasini o'zgartirishi odatiy hol. Ba'zida hujjatlarda bu o'zgarishlar to'liq aks etmasligi yoki ma'lumotlar bazalariga kiritilmasligi mumkin. Bu esa pensiya jamg'armasi bazasidagi ma'lumotlar bilan pasport ma'lumotlari o'rtasida nomuvofiqliklarga olib kelishi mumkin. Bunday nomuvofiqliklar kelajakda turli muammolarga, masalan, nafaqani bank kartasiga o'tkazishda kechikishlarga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, Dilorom opa familiyasini 3 marta o'zgartirgan. Birinchi turmushdan keyin, ajrashgandan so'ng va ikkinchi turmushdan keyin. Uning pensiya hisoblash uchun taqdim etilgan ba'zi hujjatlar eski familiyasida bo'lgan va elektron bazaga aynan shu familiya bilan kiritilgan. Agar u ushbu ma'lumotlarni o'zgartirmasa, kelajakda uning shaxsini tasdiqlashda yoki boshqa davlat xizmatlaridan foydalanishda muammolar yuzaga kelishi mumkin. 3. Pensiya tayinlangandan so'ng qo'shimcha mehnat stajini aniqlaganlar. Ba'zida fuqarolar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashni davom ettiradilar yoki pensiya tayinlanganda hisobga olinmagan eski mehr davlarini eslab qolishadi va ularni tasdiqlovchi hujjatlarni topishadi. Bu qo'shimcha staj ham nafaqa miqdoriga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Masalan, Ahmad aka 35 yoshda pensiyaga chiqqaniga 5 yil bo'ldi. Yaqinda u eski qishloq kengashining arxivlaridan o'zining yoshligida 3 yil kolxozda paxta terimida ishtirok etganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma topdi. Bu davr uning pensiyasini hisoblashda hisobga olinmagan edi. Ahmad aka bu ma'lumotnomani taqdim etganda uning staji 3 yilga oshib, nafaqasi qayta hisoblandi va miqdori biroz ko'paydi. 4. Tug'ilgan yili yoki sanasida xato bo'lishi mumkin deb gumon qilganlar. Aynan shu nuqta 20 qo'shimcha to'lov haqidagi mish-mishning markazida joylashgan. Agar sizning tug'ilgan yilingiz bazada noto'g'ri qayd etilgan bo'lsa va bu sizning 75 yoki taqazin yoshga yetganingizda beriladigan ustamalarni olishingizga to'sqinlik qilsa, uni tuzatish juda muhim. Masalan, Sarvar aka rasman hujjatlarda 1940-yilda tug'ilgan bo'lib ko'rinsa-da, pasportida 1947 yil deb yozilgan edi. Elektron bazaga esa 1940 yil kiritilgan. Bu holatda Sarvar aka 80 yoshga to'lganda beriladigan ustamani 1 yil kechroq olishiga sabab bo'ladi. Agar u o'zining tug'ilgan yilini rasmiy hujjatlar bilan tasdiqlasa, ustama muddatidan oldinroq tayinlanishi va hatto o'tgan davr uchun ham to'lanishi mumkin. Bu holatda nafaqa birdaniga sezilarli darajada ko'pincha bazaviy hisoblash miqdorining 20% gacha oshishi mumkin. Shu kabi holatlar ba'zan tug'ilgan yilni xabar qilsangiz, 20% qo'shimcha to'lov kabi noto'g'ri umumlashtirilgan xabarlarga sabab bo'ladi. Kimlar tashvishlanishi shart emas. Agar sizning barcha ma'lumotlaringiz to'g'ri, rasmiy hujjatlar bilan tasdiqlangan va pensiya jamg'armasi bazasida aniq qayd etilganiga ishonchingiz komil bo'lsa, sizning tashvishlanishingiizga hojat yo'q. Bugungi kunda yoshroq avlod pensiyaga chiqqanda ularning mehnat staji va ish haqi ma'lumotlari ko'pincha to'liq elektron bazada mavjud bo'ladi. Chunki so'nggi yillarda ishga kirganlarning barcha ma'lumotlari raqamli tizim orqali kiritiladi. Ular uchun bunday tekshiruvlar kamroq ahamiyatga ega. Biroq shunga qaramay, har bir fuqaro o'zining pensiya ma'lumotlarini vaqti-vaqti bilan tekshirib turishi tavsiya etiladi. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Pensiya tizimi murakkab va unda bir qator istisnolar, e'tibor qaratish lozim bo'lgan jihatlar mavjud. Istisnolar va maxsus holatlar. Imtiyozli pensiya huquqiga egalar, ayrim kasb egalari, masalan, konchilar, issiq sexlarda ishlaganlar, shifokorlar, o'qituvchilar yoki nogironligi bo'lgan shaxslar imtiyozli shartlar asosida pensiyaga chiqish huquqiga ega. Agar bunday imtiyozlarni tasdiqlovchi hujjatlar bazaga kiritilmagan bo'lsa, ularni taqdim etish
orqali pensiya muddatini oldinroq olish yoki nafaqa miqdorini oshirish mumkin. 2. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Agar oilada boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchilar bo'lsa va ularning shaxsiy ma'lumotlarida, masalan, o'qish joyi, turmushga chiqqanlik holati, bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berish shart. Aks holda ortiqcha to'langan mablag'lar qaytarib olinishi mumkin. O'ti, nogironlik pensiyasi. Nogironlik darajasini tasdiqlovchi tibbiy mehnat ekspert komissiyasi TMK hujjatlarining muddati o'tganida yoki qayta ko'rikdan o'tilganda pensiya miqdori o'zgarishi mumkin. Bu ma'lumotlar ham doimiy ravishda yangilanib turishi kerak. Tuzoqlar va firibgarlar internetda tarqalgan xabarlar ko'pincha firibgarlar uchun qulay imkoniyat yaratadi. Ular pensiya jamg'armasi nomidan nafaqaxo'rlarga qo'ng'iroq qilib, yillik qo'shimcha to'lov olish bahonasida ularning bank karta raqamlarini, PIN kodlarini yoki boshqa shaxsiy ma'lumotlarni bilib olishga urinishadi. Eslab qo'ling, pensiya jamg'armasi xodimlari sizdan hech qachon telefon orqali bank kartangizning PIN kodi, CVV kodi yoki boshqa maxfiy ma'lumotlarni so'ramaydi. Agar sizga shunday qo'ng'irog'i bo'lsa, bu firibgarlik ekanligini bilgan va hech qanday ma'lumot bermang. Shuningdek, pensiya jamg'armasi hech qachon nafaqani qayta hisoblash uchun biror to'lov talab qilmaydi. Agar kimdir sizdan qo'shimcha to'lov olish uchun pul to'lashni so'rasa, bu aniq firibgarlik. Noaniq nuanslar ming. Ogohlantirishning asl maqsadi pensiya jamg'armasining ogohlantirishi shunchaki tug'ilgan yilni ayting emas, balki barcha nafaqaxo'rlarning shaxsiy ma'lumotlari va pensiya ishi bilan bog'liq ma'lumotlarni raqamlashtirish va aniqlashtirish jarayonining bir qismidir. Bu kelajakda sizning haqqoniy pensiyangizni to'liq olishingizni ta'minlashga qaratilgan. Bu ogohlantirish ko'proq eskirgan ma'lumotlar tizimida xato bo'lishi mumkin bo'lgan keksa yoshdagi fuqarolarga qaratilgan. 2. Ma'lumotlar almashinuvi. Hozirda davlat organlari o'rtasida ma'lumotlar almashinuvi yo'lga qo'yilgan. Fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organlari, FADIYEO, TMK, pasport bo'limlari kabi idoralardan ma'lumotlar pensiya jamg'armasiga avtomatik ravishda kelib tushishi kerak. Ammo ba'zida tizimda uzilishlar yoki eskirgan ma'lumotlar bazasida saqlanib qolgan xatolar tufayli bu ma'lumotlar o'z vaqtida yangilanmasligi mumkin. Shuning uchun shaxsiy ma'lumotlaringizda familiya o'zgarishi, tug'ilgan sana biror o'zgarish bo'lsa, bu haqda pensiya jamg'armasiga murojaat qilish eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Nafaqaga 20% qo'shimcha to'lov haqida yuqorida aytib o'tganimizdek, bu umumiy qoida emas. Bu ko'pincha nafaqani qayta hisoblash natijasida, masalan, yoshga doir ustamalar qo'shilganida yoki ilgari hisobga olinmagan katta staj qo'shilganida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan maksimal oshish miqdorlaridan biri bo'lishi mumkin. Lekin faqat tug'ilgan yilni aytish bilan bu foizni kafolatlash mumkin emas. Pensiya miqdori har bir shaxsning mehnat staji, ish haqi va unga tegishli imtiyozlarga qarab individual tarzda hisoblanadi. Amaliy maslahatlar. Nafaqaxo'r nima qilish kerak? Xo'sh, agar siz yuqorida aytib o'tilgan holatlarga duch kelsangiz yoki shaxsiy ma'lumotlaringizning to'g'riligiga shubha qilsangiz, qanday harakat qilishingiz kerak? Qo'rquv va vahima keraksiz. Mana aniq qadamlar va ko'rsatmalar. 1. Vaziyatni baholash. Avvalo, o'zingizning pensiya hujjatlaringizni, pasportingizni, mehnat daftarchangizni va boshqa shaxsiy hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Pensiya jamg'armasidan olgan oxirgi pensiya guvohnomangiz yoki ma'lumotnomangizda qanday ma'lumotlar ko'rsatilganini tekshiring. Pasportingizdagi tug'ilgan sana bilan pensiya hujjatlaridagi sana bir xilmi? Familiyangiz to'g'rimi? 2. Qayerga murojaat qilish kerak? A. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari eng ishonchli va to'g'ri yo'l bu o'zingizga yaqin joylashgan pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga shaxsan murojaat qilish. Bu yerda sizga mutaxassislar maslahat berishadi va ma'lumotlaringizni tekshirishda yordam berishadi. B. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyBongokov sizda internetdan foydalanish imkoniyati bo'lsa yoki yordam beradigan yaqinlaringiz bo'lsa, MyBongokov portali orqali o'z shaxsiy kabinetingizga kirib pensiya ma'lumotlaringizni tekshirishingiz mumkin. Bu yerda siz mehnat stajingiz haqidagi ma'lumotnomalarni, olingan pensiya miqdori haqidagi ma'lumotnomalarni yuklab olishingiz. Hatto pensiya tayinlash bo'yicha onlayn ariza berishingiz mumkin. Bu eng qulay va shaffof usullardan biridir. G. Hukumat ishonch telefonlari. Ba'zi holatlarda maslahat olish uchun pensiya jamg'armasining rasmiy ishonch telefonlariga agar mavjud bo'lsa qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Biroq bu orqali shaxsiy ma'lumotlarni
o'zgartirish yoki qayta hisoblash mumkin emas. Faqat maslahat olish mumkin. O'tu qanday hujjatlar to'plash kerak? Pensiya jamg'armasiga murojaat qilayotganda quyida hujjatlarning aslini va nusxasini o'zingiz bilan olib borishingiz tavsiya etiladi. O fuqarolik pasporti yoki ID karta. O mehnat daftarchasi agar mavjud bo'lsa, o tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, agar tug'ilgan sanada xatolik bo'lsa, o nikoh haqidagi guvohnoma, agar familiya o'zgargan bo'lsa. O diplomlar, o'qishni tasdiqlovchi ma'lumotnomalar, agar o'qish davri stajiga qo'shilishi kerak bo'lsa. O ish joyidan oylik maosh haqida ma'lumotnomalar, agar pensiyani qayta hisoblash uchun yaxshi maoshli davrlar qo'shilishi kerak bo'lsa, o agar sizda imtiyozlarga oid hujjatlar, masalan, nogironlik guvohnomasi, farzandlar sonini tasdiqlovchi hujjatlar, boquvchisini yo'qotganlik holati bo'lsa, ularni ham olib borish lozim. 4D. Qanday ariza yozish kerak? Pensiya jamg'armasi bo'limida sizga standart ariza blankasi beriladi. Siz unda o'z ma'lumotlaringizni kiritib, qanday muammoni hal qilmoqchi ekanligingizni, masalan, tug'ilgan sanamni to'g'rilashni so'rayman. Pensiyani qayta hisoblashni so'rayman. Aniq yozishingiz kerak. Agar sizning holatingiz murakkab bo'lsa, pensiya jamg'armasi mutaxassisi sizga arizani to'g'ri to'ldirishda yordam beradi. Xulosa va yakuniy xitob aziz do'stlar, bugungi videoda muhokama qilganimizdek, pensiya jamg'armasi nafaqaxo'rlardan tug'ilgan yilini xabar qilishni so'rayapti. Bu esa nafaqaga 20 puldan qo'shimcha to'lov beradi degan xabar ko'pincha noto'g'ri talqin qilinadigan va hatto firibgarlar tomonidan suiiste'mol qilinadigan ma'lumotdir. Aslida pensiya jamg'armasi sizning pensiya ma'lumotlaringizni raqamlashtirish va aniqlashtirish bo'yicha faol ish olib bormoqda. Ma'lumotlaringizning to'g'riligi va to'liqligi sizning qonuniy pensiyangizni to'liq miqdorda va o'z vaqtida olishingizni ta'minlaydigan asosiy omildir. Agar sizning ma'lumotlaringizda biron bir xato yoki noaniqlik bo'lsa, bu nafaqa miqdoriga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun o'z ma'lumotlaringizni shaxsan tekshirish va zarur bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, ularni to'g'rilash juda muhimdir. Faqatgina rasmiy manbalarga ishoning, firibgarlarning tuzog'iga tushmang va hech qachon maxfiy shaxsiy ma'lumotlaringizni noma'lum shaxslarga bermang. Umid qilamanki, ushbu video siz uchun foydali va tushunarli bo'ldi. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Iltimos, bu mavzu bo'yicha o'z tajribangizni yoki savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar video sizga yoqqan bo'lsa va foydali bo'lgan deb hisoblasangiz, albatta unga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelajakda ham siz uchun eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni ulashishda davom etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.